Oq üzümü bilan qizil üzümning tajriba natijasi chiqdi do'stlar. Mushni üzümü tugab ketguncha, ya'ni jujam ishlab ulgurtiman deb kecha kunduz ishlabsa jafo tortyapdim bo'lsa, jiqroq do'stlaringlar avatib qo'yinglar. Mushning o'xshash tajriba natijalaridan foydalanib qolsin. Undan boshqa oldimizda anjur pishyotidi, anjurni tajriba ishlab bermoqchi. Bu biz yoqtirib yeydigan mevalarningki birisi. Qatmagan do'stlar bo'lsa qaytib olinglar, chunki mushning o'xshash biz yoqtirib yeydigan, ko'p yeydigan her narsalarninki o'zining pishadigan vaqtiga ulgurtib işte tajriba natijalarini ishlab yo'llab berma amal bor. Ondan boshqa sizlarninki inkos qoldirib qo'ygan bo'yicha vaqt chiqarib tajriba ishlab berib ma'lumot mishtondan foydalanib qola olasizlar. Endi men natijaga kelsak, her 100 grammning tarkibidagi miqdor do'stlar. Undan boshqa oldida oq üzümini, keynida qizil üzümini deb ma'lumot shuningdan o'zinglar bilib olsanglar bo'ladi. Birinchisi energiya 267 228. İkincisi may 0,14, 0,13 mavi gram. Asasen yok ki. Aksıl 1,17, 1,19 gram. Karbon su birikmesi yani tenşrihvahı deyimiz 15,11, 13,11. Kanıtninki miktarı olsa 7,5, 8,31 gram. Siluloza yani yemeklik talası bu 3,15, 5,11 gram. Kalsiy 45, 31 milligram. Natriy 1,19, 1,18 milligram. Fosfor oq üzümüde yo'qken, qizil üzümüde 33. Tömür 0,14, 0,13 milligram. Tömürning miqdori ozken. Sinek 0,128, 0,126. Buning miqdori ozroq milligram. Selin 4,19, 6,17 mikrogram. Bunun miqdori bakin silinninki miqdori. Kaliy 34, 32 milligram. Vitamin C asosan ishkilasi yo'qken. Vitamin E buningki miqdori bir qadar yuqori ekan. 6,95 milligram, 13,8 milligram. Vitamin E 5 yani 3. Endi mavo sanspirlarni yo'llab berdim. Bundan keyin do'stlar musha hamma mineral moddalar hamda ko'p xil vitaminlarningki hammasininki badandagi roli, ortiqchiligi, badanga kunlik sumirilish tavsiya miqdori qanchalik, ishib ketadigan siziq qanchalik, bu ishib ketganda qanday omillarni keltirib chiqardi, normal yaxshi to'liqlagan vaqtimizda badandan qanday yaxshilanish yuz berdi deganni tafsili deb berman. Ma'noni saqlab olgach to'sanglar, ashlanga birlashtirib bundan keyin nima yegan vaqtinglarda qanchalik miqdorda bo'lsa bo'ldi ekan. Yoki shuni to'liqlagan vaqtinglarda oshirib etsak ba'zi bir narsalarni, shuningki aks ta'sir bo'ldigan ahvollar bor. Shuning chek chegarasini bilib olsanglar, shuning foydali rolini, ziyonli taraflarini bilib olsanglar, shuning qarab turib badanda kam narsalarni to'liqlanglar. Joyida to'liqlasak bo'ldi. Ortiqcha to'liqlab o'tishningki ba'zi narsalarni foydali deb ortiqcha to'liqlab o'tishningki ahamiyati yoki zaruriyati yo'q. Aksicha aks ta'sir elib keldi. Shunga mushning chek chegarasini bilib olishinglar intayin muhimkin. Endi ma'noga o'xshash biz yoqtirib yeydigan rayonimizda chiqadigan narsalarningki tajribasini ishlab berib mang'aj asosda hammasiningki bayatın degandek chek chegarasini tafsiliy deb berman. Shunga diqqat qilmagan do'stlar bo'lsa diqqat qilib turinglar. Bu da filmni ko'rishinglar. 记得点赞关注哦。